Assalomu alaykum, biz kuzatuvchilar. Mana mashinamiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Bu oldi eshiklarni qilganimiz yo'q, faqat orqani o'zi dedi. Mana orqalari xudo xolasa tayyor. Hamma joyi chok-chokida, guli-gulida. Bagaj yopiqlari mana. Eshiklar joy-joyda hammasi. Har doimgidek tunikasini qo'yib beramiz. Har doimgidek mana shu narsa qo'yiladi. Har doimgidek. Bu mashinaga ham mana qo'yildi. Buni regulirovkasi endi bo'ladi. Qo'yib qo'ydik. Mana yangi bunga ham regulirovkasini endi qilamiz buni. Bu mashina endi mana keldi, regulirovkasi endi. Mana bu mashinalar. Bu ham regulirovka, bu ham regulirovka, u ham regulirovka. Bittasi shunka bo'ladi. Qaysi bittasi? Qaysi bo'ladimi? Mana bu mashina shunka bo'lar ekan bu. Ha. Bu shunka bo'ladi. Regulirovka bilan shunka bo'ladi. Bular ham shu turish. Kimda shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyat Bag'dod tumani Paxta qishlog'ida turamiz. Bemalol kelib, ko'rib ishlarni tekshirib olishlaringiz mumkin. Misol kelib kutib turadigan bo'lsalar, bitta mashina chiqadi, o'shani ko'rib keyin qildirsalaring ham bo'laveradi. Mana tayyor bo'ldi. Xudo xolasa kelaverasizlar. Telefonlarimizni ekranga yozib qoldiramiz. Manzilimiz o'sha yerga Farg'ona viloyat Bag'dod tumani Paxta qishlog'ida turamiz. Sog' bo'linglar.